أقول النصح في نظم السياق وأسعى للوصول إلى البلاغ ومن لم يستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد. Biz Alloh taolodan madad so'rab, qalbni isloh qilish darsida salaflardan naqllar keltirgan holatda davom etamiz inshaalloh. Bugun salaflarni Qur'on bilan bo'lgan muomalalari haqida gaplashamiz inshaalloh. Shayxul Islom Ibn Taymiy rahimahulloh Qur'on haqida aytadilarki, Qur'on tilovat qilish bu jannat ahlining amallaridandir deganlar. Ya'ni mo'min odam erta-yu kech imkon topganda Alloh taoloning kalomini tilovat qiladi. Uni tafakkur, tadabbur qiladi, unga amal qilishga harakat qiladi, hayotiga tatbiq qilishga harakat qiladi. Va Qur'on yodlashga harakat qiladi. Qur'onni yodlagandan keyin takrorlab yurib, esidan chiqib ketmasin deb doim murojaat qilishga harakat qiladi. Abul Ali rahimahulloh aytadilarki, biz inson Qur'onni ta'lim olgandan keyin uni kechalari o'qimasdan uxlab yotishi, uni unutib yuborishini katta gunohlardan deb hisoblar edik deganlar. Ya'ni odam o'rgangan Qur'onini esdan chiqarib yuborishi bu gunohdan bo'ladi. Qilgan gunohi tufayli bo'ladi va buni hukmi gunoh kabira bo'ladi. Qur'on yodlab, Qur'onni o'rganib, esdan chiqarib yuborishi bu gunoh kabira hisoblanadi. Ya'ni tavbaga muhtoj bo'ladigan katta gunoh kabira qarang. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, bu qalblar idishlardek. Ya'ni insonning qalbi go'yo bir idish. Shunday ekan, buni Qur'on bilan to'ldiringlar. Qur'on bilan mashg'ul qilinglar, boshqa narsalar bilan mashg'ul qilmanglar deganlar. Bu Qur'on shunday bir kitobki, yo insonni foydasiga hujjat yoki zarariga hujjat. Alloh taolo Qur'on bilan ayrim qavmlarni ko'taradi va boshqa bir qavmlarni esa sha'nini tushiradi. Ya'ni Qur'onga iymon keltirib, unga amal qilganlarni martabasini Alloh taolo dunyoda ham, oxiratda ham ko'taradi, ulug'laydi. Endi unga iymon keltirmagan, unga amal qilmaganlarni esa dunyoda ham xor qiladi Alloh taolo va oxiratda ham xor qiladi. Qur'on ahli bo'lgan odam o'zini mana shu Qur'on bilan boy tutish kerak. Juda ham katta ne'mat berilganligini his qilish kerak. Yer yuzidagi birortasini o'zidan boyroq deb bilmaslik kerak. Agarchi ular dunyo to'la boyliklarga ega bo'lib turgan bo'lsa ham, lekin bu Qur'on boyligiga hech narsa teng kelmaydi. Qur'on sohibi o'zini shunday tutish kerak bo'ladi. Qur'on bilan inson qanchalik shug'ullangani sari shunchalik Alloh taolo hayotiga barakatlar beradi. Hech narsaga ulgurmayapman, hech narsa qilib bo'lmayapti, vaqt tez o'tyapti deganlar yaxshilab eshitib qo'ysinki, Imom Tabariy rahimahulloh aytganlarki, Qur'on bilan mashg'ul bo'ldik, natijada barakatlarga ko'milib ketdik deganlar. Chunki bu Qur'onni Alloh taolo muborak deb nomlagan. Endi mana hozirgi kunda Qur'ondan ancha uzoqlashib qolib, odamni Qur'onga vaqti ham bo'lmay qoladigan holatlari bo'lyaptiki, bu bilingki tavfiqsizlik, Allohning rahmat eshiklarini u bandaga nisbatan, ya'ni tavfiqini yopib qo'yganligini ham alomati bo'lishi mumkin. Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlarki, Hasan Basriydan rivoyat qilinadi deb aytiladi. 3 ta o'rindan qalbingni izlab ko'r. Qur'on tilovat qilinayotgan paytingda qalbing qay darajada undan lazzatlanib, pand nasihat olyapti. Va Alloh taoloning zikr qilinadigan majlislarda qalbingni izlab ko'r. Qanday holatda topyapsan? Va yolg'iz qolgan paytingda, xilvatlarda o'zing yolg'iz qolib ketganingda qanday holatdasan? Mana shu holatlaringni tekshir. Agar bu o'rinlarda qalbing Allohga bog'langan holatda topsang, demak bu yaxshi. Allohdan sobit qadamlik so'ragin va davom etgin. Agar bu o'rinda qalbingni yaxshi holatda topmayotgan bo'lsang, demak Allohdan salomat bir qalb so'ragan deganlar. Chunki senda salomat qalb yo'q ekan degan. Ba'zi rivoyatlarda bilginki eshik yopiq, ya'ni sen mahrumsan. Senga nisbatan eshiklar yopiq degan. Qur'on insonni qalbidagi kasalliklarga shifo ekan. Ibn Qayyim rahimahulloh Ig'osatul Lahfam kitoblarida aytganlarki, Qur'on qalblardagi shirk yoki kufr yoki nifoq yoki shunga o'xshagan shubha kasalliklariga shifodir dedilar.
va shayton qalbga soladigan vasvasalarga, shahvatlarga, buzuq niyatlarga ham shifodir. Mana shu narsalarni ham bartaraf qiladi Qur'on. Inson Qur'onga amal qilmagan miqdoricha u odamdan Qur'on uzoqlashib ketadi. Ulamolar aytganlarki, Qur'on o'zini sohibidan unga amal qilmaslik miqdoricha uzoqlashib ketadi degan. Borib hatto Qur'on sohibini ko'rasizki, hayotda umuman oddiy johil odamlardan ko'ra battarroq ishlarni qilayotgan bo'ladi. Chunki unga amal qilmay qo'ygan bo'ladi. Salaflarni mana Qur'on bilan bo'lgan munosabatlariga to'xtaladigan bo'lsak, Masruq rahimahulloh aytadilarki, makkalik bir kishi menga aytib berdi. Tamim ad-Dari radhiyallohu anhuni hovlisini ko'rsatib aytgan ekanki, tunlarni birida Tamim ad-Darini tong otguncha bir oyatni o'qib namoz o'qiyotganini ko'rdim deganlar. Ya'ni namoz o'qib yig'lab bitta oyatni qaytarayotgan ekan Tamim ad-Dari radhiyallohu anhu. U qaysi oyat desa, am hasiballazina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Yoki yomon amallar qiladigan kimsalar Alloh taolo aytayaptiki, bizni jazo berishimizdan qochib qutulishni o'ylaydilarmi? Yomonlik qiladigan kimsalar Allohning jazosidan qutulib ketaman deb o'ylaydi. Naqadar yomon hukm chiqaryaptilar. Mana shu oyatni o'qib ertalabgacha yig'lab namoz o'qib chiqqan ekanlar. Muqotil ibn Hayyondan keladi. U kishi Umar ibn Abdulaziz rahimahullohni ortlarida namoz o'qidim dedilar. Umar ibn Abdulaziz Soffat surasidagi vaqifuhum innahum mas'ulun oyatini takror o'qib boshqa oyatga o'ta olmay qolgan ekan. Ya'ni shu darajada qo'rqib, bu oyatda aytilyaptiki, ularni to'xtatinglar, ular hali beri so'raladilar. Ya'ni hisob kitob qilinadi hali ular. To'xtatinglar ularni degan oyat. Mana shu oyatdan nariga o'ta olmay qolgan ekanlar. Maymun ibn Mihron rahimahulloh aytadilar, Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh Al-Hakumut Takasur oyatini o'qib yig'lagan ekanlar. Ya'ni sizlarni takasur, o'zaro musobaqalashish, dunyoda musobaqalashib, kim o'zallik qilib, molni ko'paytirish sizlarni mashg'ul qilib qo'ydi. Hatto qabrlarni ziyorat qilguningizcha. Hatta zurtumul maqobir. Ya'ni dunyo talashib, dunyoda kim o'zallik qilib, yugurib oxiri o'lib qoldi odam. Qabrlarni ziyorat qildi. Deb mana shu oyatni o'qiganda qabrlar bu bir ziyoratgoh ekan xolos deganlar. Ya'ni ziyorat qilgan odam oxiri jannatga yoki jahannamga qaytib ketadi. U degani qabrlarga insonlarning kirib o'lgandan keyin qabrda qiyomatgacha yotib, keyin qiyomat kuni mahshar maydonida to'planadi-ku odamlar. Qabrda yotish muddatini Alloh taolo ziyorat deb atayapti. Ya'ni ziyorat qilgan odam nima qiladi odatda? Bir joyga borib ziyorat qilib qaytadi orqaga. Ya'ni jannatga yoki jahannamga qaytib ketguncha odamlar qabrni ziyorat qilib turadi ekan. Bu qabristonlar faqatgina ziyoratgoh ekan deb yig'lagan ekanlar. Ba'zilar bir odam o'lib qabristonga qo'yib kelingandan keyin oxirgi manziliga ketdi deb qo'yiladi. Ko'pchilikdan eshitasiz. Mana bu narsa xato. Oxirgi manzili emas qabriston. Balki oxirgi manzili insonning jannat yoki jahannam. Bu qabr faqat ziyoratgoh xolos. Vaqtinchalik muddatda yotadi odam. Yahyo ibn Abdurrahman dan keladi. Said ibn Jubayr rahimahullohni mana bu oyatni takror o'qiyotganini eshitdim deb aytibdilar. Hatto ertalabgacha o'qigan ekan. Vamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ey gunohkorlar, bugun sizlar ajralinglar deb aytiladi. Yasin surasida keladi. Ya'ni gunohkor, jinoyatchi odamlarni Alloh taolo u yoqqa bu yoqqa ajratib qo'yadi. Yaxshi odamlardan yomon odamlarni ajratadi. Mana shu oyatni o'qigan ekanlar ertalabgacha. Ey jinoyatchilar, sizlar bugun ajralinglar degan oyat. Mana shunday deb aytilganda tasavvur qiling, qiyomat kuni Alloh taolo tomonidan shu nido eshitilsa, Alloh taolo tomonidan shu nido eshitilganda odam qay ahvolga tushadi? Ya'ni qaysi tarafga o'tadi ekan odam? Jinoyatchilar tarafigami yoki yaxshilar tarafigami? Bu narsani eshitgan odam haqiqatdan ham qo'rqadi. Mana shu oyatni ko'p o'qib, ertalabgacha tafakkur qilgan. Hasanul Basri rahimahulloh bir oyatdan nariga o'tmasdan takrorlagan ekanlar. Shunda tong otganda ashablari so'ragan ekanki, ey Abu Said, nega bu oyatni tun bo'yi o'qib chiqdingiz? Boshqa oyatga o'tmadingiz? Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha.
Ibrohim surasidagi agar Allohning ne'matini hisob-kitob qilsanglar, uni hisobiga yeta olmaysizlar. Sanab-sanog'iga yeta olmaysizlar degan oyat. deb so'raganlarda Hasan al-Basriy javob bergan ekanlarki, bunda ibrat bor degan. Inna fiha mu'tabara. Ya'ni bu oyatda juda katta ibrat bor. Ko'zimizni ochsak ham, yumsak ham Allohning ne'matiga tushmayaptimi degan. Ya'ni Allohning ne'matini qarang ko'pligini. Ko'zingizni yuming, Allohning ne'mati bu ham. Ko'zingizni oching, Allohning ne'matiga ko'zingiz tushadi. Mana bu Allohning ne'matlarini hisob-kitob qiling. Sanab-sanog'iga yeta olmaydi odam. Bunda haqiqatdan ham katta ibrat bor. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, Baqara surasini tunda o'qib, u haqida tafakkur yuritishim Qur'onni juda ham tezlik bilan o'qiganimdan ko'ra yaxshiroq degan. Ya'ni ba'zilar Qur'on o'qiydi, nima deyotganini bilmaydi, tushunilmaydi. Oxiridagi oyatlardan tushunib qoladi ba'zan. Eshitib turgan odam. Mana shuni aytayapsiz-da, Qur'onni tafakkur qilib, kechasi masalan Baqara surasini o'qib chiqishim tez o'qiganimdan ko'ra yaxshi deydi. Ba'zan bir oyatni tadabbur qilish deyishgan ulamolar. Qur'onni boshdan oxirigacha o'qib chiqqandan yaxshi. Tezlik bilan, ya'ni tafakkur qilmasdan. Hatto Hasan al-Basriy rahimahulloh aytganlarki, Qur'onni oxiriga yetish maqsading bo'lmasin degan. Balki oyatlar ustida tafakkur, tadabbur qil. Salaflar Robbim tomonidan kelgan bu maktub menga deb qabul qilganlar Qur'onni. Alloh taolo sizga mana shu Qur'onni yubordi, o'qing. Nima deyapti? Endi bir qiziqish kerak odam. Nima deyapti bu ma'nolarda, nimalargadir buyuryapti, nimalardandir qaytaryapti. Robbimizning kalomi mana shu. Qur'on. Demak, bunga odam qiziqib bir tafakkur qilish kerak. Bir odamdan bir maktub kelsa, odam ochib o'qishga qiziqadi-ku masalan. Endi mana Qur'on oldimizda turibdi, ma'nolari bilan turibdi, tafsir darslari qancha turibdi, lekin odam shuni ochib, eshitib, shundan foydalanishga tavfiq yo'q. Allohim musta'an. Harun ibn Ri'ab al-Asadi rahimahulloh tunda tahajjud o'qib, mana bu oyatni o'qirdilar ekan. Faqalu ya laytana nuraddu wa la nukazziba bi ayati robbina wa nakuna minal mu'minin. Kofirlar aytadilarki, qaniydi orqaga qaytarilsak, Robbimizning oyatlarini yolg'onchiga chiqarmasak va mu'minlardan bo'lsak deb kofirlar aytar ekan qiyomat kuni. Mana shu oyatni takror o'qib yig'lardilar ekan bu kishi. Harun ibn Ri'ab. Endi salaflarning ba'zilari bir oyatni tafakkur qilib shunday o'qigan bo'lsalar, tunlari bilan ba'zilari butun boshli Qur'onni boshidan oxirigacha o'qiganlar. Albatta bunda ham tafakkur qilgan holatda. Ya'ni Qur'on o'qish ularga juda ham oddiy, oson narsa bo'lgan. Hozirgi ahvolda subhanalloh mana bu ijtimoiy tarmoqlar bilan ko'pchilik Qur'ondan ancha uzoqlashib qo'ygan. Shuning uchun ham Abul Javza rahimahulloh aytganlarki, munofiq odam uchun Qur'on o'qish juda qiyin degan. Og'ir narsaga o'xshab ko'rinadi. Undan ko'ra tosh tashish osonroq degan. Qur'on o'qish lekin qiyin degan. Mana Said al-Raqashi aytib berganlarki, Ibn Zubayr radhiyallohu anhu Qur'onni bir kechada o'qib chiqardilar ekan. Usmon radhiyallohu anhu ham Qur'onni bir kechada o'qib chiqqan, boshidan oxirigacha. Said ibn Jubayr rahimahulloh aytganlar, menga 2 kecha o'tmaydi illo Qur'onni xatm qilaman degan. 2 kechada. Mana bu kishilar Qur'onni qanday kitob ekanligini bilgan. Fadlur Raqashi rahimahulloh aytganlarki, obidlar haqiqiy lazzat oladigan narsalari, ya'ni qalblari xursandchilikdan uchib ketadigan narsalari Qur'on ovozini eshitganda degan. Qur'on ovozidan ko'ra go'zalroq narsa yo'q ularga degan. Har qanday qalb Qur'onni go'zal ovozi bilan rohatlanmasa, bu o'lik qalb ekan deganlar. Qur'on bilan lazzatlana olmayaptimi odam Qur'on eshitib? Demak, u qalbi o'lgan odam. Kerak bo'lsa, ba'zilarning qalbi musiqa bilan lazzat oladi, orom oladi. Dam olaman deydi. Siqilganingda nima qilasan desa, ba'zida musiqa eshitaman deydi. Allohning ustidan mana bu o'lib qolgan qalbning alomati. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlar, Qur'on bilan qo'shiq, musiqa qalbda hech qachon birga jamlanmaydi degan. Chunki ular orasida keskin ziddiyat mavjud deganlar. Agar bir odamni shavq olishi, zavqlanishi musiqa eshitganda bo'lsa, Qur'on eshitganda bo'lmasdan musiqa tinglab mazza qilaman deyotgan bo'lsa, bu uni qalbida Alloh va uni kalomiga nisbatan muhabbat yo'qligiga eng kuchli dalil deganlar Ibn Qoyyim rahimahulloh. Demak, musulmon odam
Qur'on eshitganda undan ta'sirlanish kerak. Qur'on eshitganda yig'lash mustahab deganlar ulamolar. Qur'on eshitganda yig'lash kerak odam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga menga Qur'on o'qib ber deganlar. Ya Rasululloh, Qur'on sizga nozil bo'la turib, men o'qib beramanmi deganda, ha, o'qib ber, men boshqadan eshitishni yaxshi ko'raman deganlar. Shunda Qur'on o'qib berganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'laganlar. Ya'ni musulmon odam Qur'on o'qiganda qalbi titrab, Alloh zikr qilganda qalbi titrab yig'lash kerak. Endi hozir nega Qur'on o'qilganda, Alloh eslatilganda yig'la olmay qolgan odam, demak uni qalbi qotib ketganligi, iymoni zaiflashib ketganligidan. Qalb zang bosib ketganligidan. Buning sababi ko'p gunoh qilganligidan. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ga Qur'on o'qib berilganda kana vaqqofan deyiladi. Shunday to'xtab qolardi. Qur'on oyati o'qildimi, Allohdan taqvo qiling deyildimi, birdan to'xtagan. O'zingni bil deb raddiya bildirib ketmagan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, Qur'on berilgan odam, Qur'on sohibi tunlari odamlar uxlagan paytda bedor bo'lish kerak deganlar. Mana salaflarni ko'ryapmiz. Tunlari Qur'on o'qib chiqqan va qiyomat kuni ham Qur'on aytadi. Alloh taologa shafaat qilib aytadi. Qur'on sohibini Qur'on shafaat qiladi. Meni tunlari uyqudan qolib o'qigan deydi. Uyqudan qolib o'qigan deyapti, qarang. Kechasi demak, odamlar uxlab yotganda Qur'on sohibi Qur'on o'qish kerak. Kunduzlari odamlarning og'zi ochiq bo'lganda bu kishi roza tutish kerak degan. Odamlar xursand bo'lib yurganda bu odam mahzun bo'lish kerak. Ya'ni xavotir olgandan, qiyomat kunidan. Odamlar kulganda bu odam yig'lash kerak degan. Odamlar behuda gaplarni gapirayotganda bu odam sukut qilib turish kerak degan. Qori odamda ya'ni bir alomati bo'ladi boshqalardan, ajrab turadigan. Bir ahli ilm odam, qori odam, johildan battar bo'lmaydi. Boshqalar havas qiladigan, bir o'rnak bo'ladigan chiroyli axloqi bo'ladi. Odamlar kibr qilganda u odam tavozuli bo'lish kerak degan. Qur'on sohibi ko'p yig'lovchi, oxiratni tafakkur qilib ko'p mahzun bo'luvchi, hikmatli, halim va vazmin bo'lish kerak deganlar. Qo'pol, g'ofil, baqiroq, qopib oladigan, jahldor bo'lmaslik kerak deganlar. Buni favoidda keltirgan Ibn Qoyyim rahimahulloh. Vahb ibn Munabbih rahimahullohdan keladi, bir odamga uxlamaysizmi deb, tunlari uxlamaysizmi deb aytilganda, Qur'onning ajoyibotlari meni uyqumni qochirib yubordi degan. Ya'ni tunlari Qur'on o'qib, Qur'onni tafakkur qilib uxlay olmagan ekanlar bular. Sa'd ibn Jubayr rahimahulloh "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Alloh, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun" oyatini 20-marta ham namozida takror o'qigan ekanlar. Ya'ni Allohga qaytariladigan kuningizdan qo'rqinglar. Ya'ni har bir insonning boshiga keladi mana bu kun. Alloh taolo aytayapti Baqara surasida, Allohga qaytib ketadigan kundan qo'rqinglar. So'ng har bir nafs kasb qilgan narsalar to'la-to'kis beriladi har bir nafsga. Ular zulm qilinmaydilar. Ibn Munkadir rahimahulloh o'layotgan paytda jazobaga tushgan ekanlar. Shunda unga nega bunday bezovtalanasiz deyilganda, Allohning kitobidagi bir oyatdan qo'rqyapman degan. Ya'ni Alloh taolo va badalahu minallohi ma lam yakunu yahtasibun deb aytgan oyatda. Ularga Alloh tomonidan ular o'ylamagan, hisoblamagan narsalari zohir bo'lib qoldi. Ya'ni insonning qalbida yashirinib yotgan, o'zi ham hatto bu narsalar bo'lmasa kerak qalbimda degan narsalar bo'ladi. Mana shunday narsalar ertaga qiyomat kuni ochilib qolsa, men nima ahvolga tushaman deb yig'lagan ekanlar. Hatto odam o'zini qalbim salomat deb o'ylaydi. Qalbimda umuman shirk, kufr, riyo, shunga o'xshagan hech qanaqa bir illat yo'q deb o'ylaydi. Lekin Alloh asrasin, o'zi bilmagan holatda shunga o'xshagan narsalar chiqib qolsa nima bo'ladi? Mana buni o'ylagan odam haqiqatan ham qo'rqadi. Allohu alam, shu bilan demak darsimizni yakunlaymiz. Alloh taolo barchalarimizni Qur'on ahlidan qilsin va Alloh taoloning huzurida salomat qalb bilan, yorug' yuz bilan Allohga yo'liqib, hisob kitobsiz va azobsiz jannatga kiruvchilardan qilsin. Subhanakallohu va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astag'firuka va atubu ilayk.